Assalomu alaykum qadrli obunachilar. 6 ga 2 so'ragan qadrli obunachilarga Chista 530 talik 2020-yil DAF orqa lenteka bilan uzun baza 2 talik bak. Bunda 430 taga 590 ta bak, 530 talik Chista mana 2020 просто bu samolyot bu 220 tok kofe mashinka, mikrovolnovka, mana hamma narsa bor. Ichi samolyot bo'lyapti buni. Mana qaranglar. Alohida mehr berib qilingan mashina, balonlar yangi pashti mana. Spoiler, orqa lenteka. Ana mashinamiz juda ideal holatda. Shunaqa mashina ana narda greymi, shunaqa svet bo'lmaydi. Temniy seriy bu, qora emas buni rangi. Hozir videoda qanday berilyapti bilmadim. Mana holati juda yaxshi. 852 ming probek bilan turgan joyda narxi 36 ming yevro. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa aloqachi qilansizlar. Ikkita bak bunda. Mana bitta bak bu tarafda, nari tarafda yana bitta bak. Bu oldinga orqaga suriladi. Sedlo holati juda yaxshi. Bomba 530 talik bu. Mana yili, mana vin kodi. Bunga so'raganlar uchun holati просто bomba. Mana koja sidinalar вообще gapirmasa ham bo'ladi. Mana ular alohida tema-yu. Hamma narsasi did bilan qilingan. Mana probegi 864 ming ekan probegi. Hozir kapotni ham ochib ko'rsataman. Ideal soatda ishlab turibdi-yu. Antifriz hamma narsa. Bu Chista 2020-yil. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa aloqachi qilansizlar. Shunaqa chiroyli mashinamiz bor. 35 ming yevro, portgacha 40 ming yevro bo'ladi. Portga sovoramiz. Pritsep kerak desanglar, Schmitz reflar ham bor. 2019-yil, 2020-yil, 2018-yil hammasidan. 2017 ham bor. 7 lik stena 4 ga tent desangiz tent ham qo'shib beramiz. Portgacha olib borib beramiz. Pramoy Gruziyadan qabul qilib olasizlar.